Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu videoda men sizlarga Chexiyaga, ya'ni partnyorlarimiz bizani taklif qilishgan zavodlarga borib, nimalar qilganimni ko'rsatib beraman qizlar. Biz birinchi Turkiyaga uchdik, Turkiyadan keyin Pragaga uchdik. Chexiyani aeroportidan tushganimizdan keyin bizani anaqa Sargis degan partnyorimiz bor, xrustalni ishlab chiqaradigan. O'sha partnyorimiz kutib oldi. Keyin biz uni xrustal zavodiga qarab ketdik. Zavodni polniy olganim yo'q videoga. Lekin u yerdagi ishlab chiqariladigan narsalarni bir ikkitasini ko'rdim va ba'zi bir shartnomalarni qilib keldim. Xudo xolasa bularni ham sotuvda ko'rasizlar, nasib qilsa. Undan keyin biz gostinitsaga qarab ketdik. Sky Olympic degan gostinitsaga bordik. Juda ham yaxshi, menga yoqdi. Keyin biz shahar aylandik. Ozgina. Keyin bizani taklif qilgan Stanislava degan hamkorimiz, ya'ni Rudolf Kamp o'sha sotuv menejeri bo'lgan ayol kutib oldi va bizani Leandr zavodiga olib bordi. Biz u yerda уже yangi loyihalar ustida, yangi proyektlar ustida ishladik, yangi dekoratsiyalar qildim. Xudo xolasa ularni ham sotuvda ko'rasizlar. Zavodga kirib borishinglar bilan hamma ishlab chiqaruvchilarni mahsulotlarini ko'rasizlar. Bu yerda qo'l mehnati qizlar. Nimaga Chexiyani idishlarini qimmat deyishadi? Mana hammasini ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'l mehnati bittalab hammasi quyilib qilinadigan narsalar qizlar. Surovina deyiladi, ya'ni har xil formula, har xil dekoratsiyalar, har xil qoliplarda chiqariladi bu yerda. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana hammasini ustilarini to'g'irlab, tekislab va ishlov beriladi. Pechlarda, katta pechlarda, hozir pechlar ham ko'rinadi, ko'rasizlar. Shunaqalarda o'tkaziladi. Bir ajoyib narsalar bor ekan. Yangicha narsalar chiqqan. Men hammasini ham bu yerda ko'rsata olmadim. Mana bu yerda hozir sizlarga salatnica, ya'ni kvadrat salatni qanaqa qilinishini ko'rsatib o'tadi. Qolipga mana qanaqa quyiladi. Mana qolip qo'yilyapti. Ustidan bunaqa, ya'ni bosib turadigan narsa qo'yilgan. Mana tayyor farfori suyuqligi qo'yilyapti qizlar. Kvadrat salatga. Mana shunaqa quyib qo'yar ekan, o'zi sekin oqib tushar ekan qizlar bunga. Qo'l mehnat qizlar. Har bitta sizlar ishlatayotgan har bitta farfor bu qo'l mehnati. Mana avalnilarning orqasi qanaqa qilib noshkalilarni qanaqa qilinishini hammasini aytyapti bu yerda. Mana hozir yana ko'rasizlar. Shu uchun ham Yevropaning tovarlari ekologik toza hisoblanadi. Bularda sertifikat berishmaydi, mabodo. Hozir qizil rang bilan bularda ko'proq problem bo'layotgan ekan. Yevropa qizil rangga sertifikat bermayotgan ekan. Ya'ni zararli chiqayotgan ekan qizil ranglar. Chashkalarni qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Mana men har doim aytadigan qizlarga, meni klientlarimga tushuntirib beraman. Mana shu suv shisha eritib solingan suv. Mana shunaqa botirib olishadi. Ya'ni o'shanaqani ustidagi tarelkalar o'zi matviy bo'ladi. Ustidagi bleska bor-ku, glyansoviy. Mana shu suvda qilinadi qizlar. Bittalab mana shunaqa qilib olinadi suvga. O'sha uchun posudamykaga anaqalarga solganda tillasi emas, mashinasi ketib qoladi. Ehtiyot bo'linglar deyman. Mana shu uchun aytiladi. Mana pechlari qizlar. Bu yerda juda ham ko'p farforlar turlari bor. Surovinalar, ya'ni Verona farfor, Sanata farfor, Antonio bor, Maria Tereza bor, har xil, juda ham ko'p xillari bor. Predmetlar xilma-xil. Hamma narsa qo'ysa bo'ladigan narsalar bor. Eski dekoratsiyalarni ham ko'rdim. Yangilarini ham ko'rdim. Yangilarini zakaz ham qilib keldim. Xudo xolasa hammasini sotuvda bo'ladi, hammasini olasizlar. Faqat shu yaxshi kunlaringizga xizmat qilishlar nasib qilsin qizlar. Men o'zim juda ham yaxshi ko'raman, to'g'risi chinnini qiziqqanim uchun.
sizlarga ham o'sha yengilliklar qilib turgim keladi. Biz keyin Chexiyani aylandik, qizlar qorida. Bundan keyin biz Germaniyaga chiqib ketishimiz kerak edi, Выставкаga. Shu munosabat bilan ozgina aylanib, keyin 1-2 kundan keyin Germaniyaga Выставкаga qarab yo'l olamiz qizlar. Chexiya juda ham chiroyli joylar ekan, men tavsiya qilaman. Hamma meni kuzatayotganlarga nasib qilsa maza qilib borib kelinglar, chunki vaqt to'xtayotgan o'tda qanaqadir odam ma'naviy dam oladigan joylar ekan. Mana shu Azeluxda ham anaqalar bor. Borsanglar bo'ladi. Turlar bor ekan, dam oladigan, har xil lecheniyalar bor ekan. O'shanga borib kelsanglar bo'ladi. Keyin biz xo'jayinim bilan yangi loyihalarni, yangi zavodlarni muhokama qildik va shu bilan Germaniyaga yo'l oldik.